Instagram shapkasidagi Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Shaxsan o'zim savollaringizga javob beraman. Qanday qilib uylarni isitishda 30-35 kilo ko'mir bilan taxminan 5 ta 6 ta xonani isita olish imkoniyati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi malakali mutaxassis, ya'ni ishini ustalariga sistemani topshirish, bu orqali sistemani to'g'ri ustanovka bo'lishi, barcha mahsulotlaringiz joy-joyiga to'g'ri ustanovka bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi uylaringiz izolyatsiyasi, ya'ni issiqlik saqlash xususiyatiga yaxshi e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Bu orqali energiyani 30-40% tejab qolish imkoniyati bor. Uchinchisi, kotel tanlashda samaradorligi yuqori, ya'ni KPDs yuqori kotel tanlash tavsiya berib qolamiz. Bu orqali siz yoqilg'ingizni yaxshigina tejab qolishingizga sabab bo'ladi, ham mablag'ingiz ko'p qismi yoningizda qolishiga sabab bo'ladi. Bundan da qiziq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga albatta obuna bo'lib qo'ying.